Tahir aka, kerakli ma'lumotlardan biri, uy sharoitida mana 100 ga yaqin qo'y boqyapsiz. Oziqa bazasini qanday qilasiz? O't, yem, hashaylarni olishda. Xo'p, endi bu yerda oziqalarda vitaminlar, aminokislotalar yetarli holatda bo'lmasa, uni rivojlanishi, o'sishiga mikroelementlar ketadi bu yerda. Kalsiy, magniy ionlari va hokazo. Endi mana uy sharoitida boqayotgan hayvonlarda bular quruq hashak yeydi ko'p holatda. Yoki silos yeydi. Silos. Berasizmi silos ham? Silos beramiz. Silos beramiz. Bunda bularda vitamin, aminokislotalar, vitaminlar kam bo'ladi. Hop, shuning uchun bularga berayotganda mana immunitetni qiladi. Undan tashqari vitamin qilib turiladi. Mana ayniqsa qo'zilarga raqib bo'lmasligi uchun, yaxshi rivojlanish uchun. Hali dualni g'ajimaslik uchun ham nimada endi hozir mana trikalsiylar? Trikalsiylar ketadi. Bu yerda selen rol o'ynaydi. Selen? Selen. Masalan, mana A, D, E, K vitamin. Bu ribli jir qo'shib berish mumkin. Baliq yog'i berib turish kerak bo'ladi. Baliq yog'i ham berasizmi? Baliq yog'i beriladi. Baliq yog'ida yog'da eruvchi vitaminlar bo'ladi. A, D, E, K vitamini. Ana shular baliq yog'ida ko'p bo'ladi. Shuning uchun baliq yog'i berib turiladi. Keyin mana trikalsiy beriladi. Poрошок holatida. Vitamin har zamonda vitamin qilib turish kerak. Ayniqsa mana qo'zilar sutdan ajraydi-ku. Qo'zilar sutdan ajragan vaqtda bularning immuniteti tushib ketadi. Tushib ketadi, to'ppa-to'g'ri. Chunki bular oziqaviy birlikka enaning sutidan oladi-da. Bularni oshqozondagi fermentlar sut mahsulotlarini parchalashga mo'ljallangan bo'ladi. Dag'al hashakka o'tgandan keyin bular yaxshi hazm bo'lmasdan kasal bo'lib, oshqozoni og'riganday bo'lib botadi boshqa. Ana shu vaqtda buni immunitetni ko'tarish kerak bo'ladi. Ana shu paytda mana vitamin bilan quvvatlantirib, butamid qilib, immunobaza shunda beriladi. Keyin bular o'sha og'ir hashaylarni, dag'al hashaylarni, kletchatkalarni hazm qiladigan fermentlar rivojlangandan keyin bular o'z yo'liga tushib ketadi. Hozir misol 100 ga yaqin qo'yga nechta tonna silos olib qo'yasiz? Xo'p, mana shu yerda silos yamamiz bor. Bu eniga 3 metr, chuqurligi 2,5 metr, uzunligi 11 metr. Shunga 16-17 mashina silos sig'adi. Bu degan so'z 90-100 tonna. 100 tonna bosib qo'yasiz. 100 tonna bosiladi. Keyin yana bir narsani aytib o'tish kerakki, bu silos bergan vaqtda обязательно tuz berish kerak. Tuz. Chunki silosda o'sha tuz kam bo'ladi. Chunki u hali qotmasdan, to'la nima bo'lmasdan bo'lganligi uchunmi? Quruq hashak ham qo'shasizmi silosga? Silosga yo'q, men quruq hashak qo'shmayman, lekin 300 ta, 400 ta bedapiris, moshpiris olib qo'yiladi. Orada shu moshpiris, bedapirisi beriladi, shuni kombinatsiya qilish uchun. Aralashtirish uchun. Endi qo'ylarga silosni ekkanda odam o'zi ekish kerak ilojini boricha, imkoniyati bo'lsa. Xo'p, 70 kunlik yo 90 kunlik makka ekish kerak-da. Makkani qotgan holatiga kelgandan keyin maydalatish kerak, silos o'rdirish kerak. O'shanda hali mayda qilib o'rdirish kerak. O'ta maydalatib yuborish kerak-da. Ana shunda qo'y yaxshi ko'rib yeydi, ichida don yemi bo'ladi. Tayyor pishib qolgan bo'ladi. Pishib qolgan bo'ladi, u gektaridan 10 tonnagacha beradi-da u don. Ammo 8 tonna bersin, 8 tonna yem hashay bilan qo'shilib kelyapti-da. Unga qo'shimcha keyin bug'doy, arpa yormasini, maydalangan holatdagisini, faqat maydalangan holatdagisini bersa, qo'shib bersa, maqsadga muvofiq. 150 ta hayvonni ushlab tursa bo'ladi. Shuncha oziqa baza bilan. Bemalol ushlab tursa bo'ladi. Ammo обязательно yalama tuz bo'lish kerak. Yalama tuz. Chunki silos bilan tuz bermasa bo'lmaydi. Bo'lmaydi.